To'g'risini aytish kerakmi? To'g'risini uydagilar ham bilishmaydi, to'g'risini sizlarga aytishni. Necha yildan beri o'zi tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanasiz va nechta do'koningiz bor, sir bo'lmasa? To'g'risini aytavering faqat. Bir 18 yildan beri tadbirkorlik bilan shug'ullanamiz. Nechta do'koningiz bor? Do'kon bor, o'zimizga yarasha, mayli sir bo'la qolsin endi. Sir bo'lmasa 3 ta do'konim bor. 4 yildan beri savdo qilaman. Abu Sahiyda 10 ta do'konimiz bor. 10 yildan beri faoliyatimni olib boraman. 5 yildan beri shu ishda ishlaymiz. Mana shu bitta do'konda. 1993 yildan beri konkretno savdo bilan shug'ullanaman. Do'konim ikkita, 3 ta do'kon, ikkita emas, 3 ta do'kon, uchinchisi hali yuritilmadi. 15 yildan oshdi shu yerda ish boshlaganimizga. Hozir 3 ta do'konimiz bor. 30 yildan beri tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. 2 ta do'konim bor. Bizning do'konimiz 3 ta filialimiz bor. 15 yildan beri shu sohadamiz. Kichkinaligimdan shu odamlar o'rgatganlar, shu sohaga tiqqanlar. Bitta do'konim bor hozir. 26 yildan beri tadbirkorlik shug'ullanaman. Mana shu yil 10 yil bo'lib qolsa kerak tadbirkorlik bilan shug'ullanayotganimizga. Do'konimiz faoliyatimiz paqqa 4 ta dona. Farzandlaringiz kelajakda qaysi soha vakili bo'lishini xohlagan bo'lardingiz? O'z orqangizdan tadbirkorlik sohasiga ketishnimi yoki boshqa sohadan? Yo'q, men tadbirkorlikni qiyinchiligini bilganim uchun ular boshqa sohada ketishligini xohlayman. Masalan, advokatmi, yuristmi? O'zlari ham xohish istagi shu. Endi hozirgi talab IT sohasi bo'lib turibdi. Shu IT sohasini yaxshi mukammal erishsa yaxshi. Endi ko'proq o'ziga tanlov beraman-da. O'z xohlagan kasb egasi bo'ladi. Qizim hozir san'atkorlik sohasida, aktrisalik sohasida, o'g'lim endi biznesmen bo'lishini xohlayman. O'g'lim bor, Muhammad loyiq, doktor bo'lishini xohlayman. Muslima qizim bor, u ham doktor. Farzandim savdogar bo'lishini xohlayman. Hozir Angliyada o'qiyapti, biznes yo'nalishida. Farzandlarimiz ko'p-ku, endi doktorlikni xohlayapti. Bir xil oshpazlikni xohlaydi. Albatta o'zini qiziqishdan kelib chiqib kasb tanlataman. Chunki men agar uni majburlab tadbirkorlikka olib kirsam, u tadbirkorlik ishlagisi kelmasa, u hech kim bo'ladi. Agar haqiqatdan o'zi qiziqqan, misol uchun buxgalteriyaga qiziqadimi, injenerlikka qiziqadimi, o'zi yo'nalishi bo'yicha mutaxassislik tayinlayman. Har bir ota-ona kasbi yoki daromadidan qat'iy nazar farzandining hayoti o'zinikidanda farovon bo'lishni istaydi. Bu maqsadga erishish uchun esa eng muhim omillardan biri sifatli ta'limdir. Chunki yaxshi olingan bilim farovon kelajak hamda istalgan kasb eshiklarini ochadi. Bugun sifatli ta'lim geografiyasi yanada kengaymoqda. Ko'pchilikka yaxshi tanish bo'lgan Aljabr maktabi Abu Sahiy, O'rikzor va Chilonzor buyum bozorlari yaqinida joylashgan Al-Xorazmiy dahasida o'zining 3-filialini ochdi. Agar sizning ish faoliyatingiz ushbu bozorlar bilan bog'liq bo'lsa yoki shu hududda istiqomat qilsangiz, videoni oxirigacha tomosha qiling. Chunki aynan siz uchun manfaatli hamda farzandingiz kelajagini yaxshi tomonga o'zgartiradigan taklifimiz bor. Aljabr maktabi avval tartib, keyin ta'lim tamoyili asosida faoliyat yuritadi. Bu yondashuv o'quvchilarga nafaqat bilim, balki intizom va milliy qadriyatlarga sodiqlikni ham singdiradi. Maktabda ta'lim jarayoni 3 tilda, o'zbek, rus va ingliz tillarida olib boriladi. Aljabrda zamonaviy yo'nalishlar IT, buxgalteriya, mental arifmetika va robototexnika fanlariga alohida e'tibor qaratilgan. Xalqaro hamkorlik doirasida Aljabr SSAning kumush hamkori hisoblanadi. Bu esa o'quvchilarga moliya va buxgalteriya sohasida xalqaro standartlarga mos bilim olish imkonini beradi. Aljabrda ta'lim nafaqat bilim, balki hayotga tayyorgarlik sifatida qaraladi. Ammo maktabning eng muhim mezonlaridan biri ota-onalar ishonchidir. Shu sabab biz ota-onalarning fikrini o'rgandik. Ular farzandlari uchun maktab tanlayotganda eng avvalo nimalarga e'tibor berishadi? Qanday muhitni farzandlari uchun eng to'g'ri deb bilishadi? Qanaqa qulaylik, qanaqa imkoniyatlar taqdim etolgan maktabda farzandingizni o'qitgan bo'lardingiz? Endi hamma ota, menimcha, ota-ona bolalariga eng yaxshisini tilasa kerak. Misol uchun, agar sharoit bo'lsa, zo'r maktab tanlayverasiz. Avvalambor o'sha farzandga qiziqishiga yo'naltirsa, menimcha yaxshi deb o'ylayman. Misol uchun qaysidir farzand matematikaga, fizikaga yoki o'sha boshqa sohalarga qiziqadi. O'sha sohalarni mukammal o'rgatadigan maktablar bo'lsa, yaxshi. Moliya, savdo sohasini o'rgatadigan maktabda o'qitgan bo'lardim. IT sohasi ham yaxshi hozirgi kunda rivojlangan sohalar. O'sha ingliz tiliga aslan urg'u berilyapti. Shu narsalar bo'yicha o'qitish xohlardim. Avvalom shu tartib intizomli. Kitob ko'tarmasdan planshetda bo'lsa zo'r bo'lardi. Menga desa til sohasida. Chunki til bilish juda ham ko'p eshik ochib beradi.
davr kuchli bilimlilarni xohlayapti. Eng avval o'zimiz o'zbek tilidan mukammal bo'lish kerak, rus tilidan, ingliz tilidan mukammal bo'lgan kadrlar davrimizga kerak. Bolangizni o'sha 0 bosqichdan olib chiqib, o'sha yo'nalishgacha olib chiqib tayyorlab sizga bersa, u maktab zo'r deb hisoblayman masalan. Ota-onalarning javoblari turlicha bo'lishiga qaramay, barchasini bir fikr birlashtiradi. Bolaga tartib, sifatli ta'lim va zamonaviy imkoniyatlar kerak. Aynan shu qadriyatlar Aljabr maktabida mujassam. Qisqa vaqt ichida Aljabr o'quvchilari nafaqat respublika, balki xalqaro miqyosda ham yutuqlarga erishib kelmoqda. Faqatgina o'tgan o'quv yilining o'zida 38 nafar Aljabr o'quvchisi SSA, 40 nafari IELTS, 10 nafari esa SAT kabi xalqaro sertifikatlarga ega bo'ldi. Necha yildan beri Aljabr maktabida o'qiysiz va shu vaqt davomida qanaqa yutuqlarga erishdingiz? Assalomu alaykum. Men ismim Sulton Mahmud Javohir. Bu maktabda 2 yildan beri o'qiyman va men shu vaqt mobaynida 2 ta xalqaro buxgalteriya sertifikati va bitta ingliz tili bo'yicha sertifikatlarni qo'lga kiritganman. Bu maktabda asosiy narsa bu tarbiya hisoblanadi. Keyin bilim. Shu xislatlari menga yoqadi. 4 yildan beri Aljabrda o'qiyman. Shu paytgacha meni 5 ta sertifikatim bor. 4 ta SSAdan, IELTS dan 6,5 natijaga ega bo'lganman. Men Aljabrda 4 yildan beri o'qiyman. Men hozirda 5 ta sertifikatim bor. SSAdan 3 ta, IELTSim bor. Kelajakda yana qolgan sertifikatlarni olish niyatim bor. Aljabrda ustozlari zo'r, darslarni qiziqtirib o'tishadi. Temalarni ham zo'r tushuntirishadi. Aljabrda 3 yildan beri o'qiyman. Men bu yil davomida 5 ta sertifikat oldim. 5talasi ham xalqaro. Kelajagim uchun endi meni sohamga yordam bersa kerak, o'sha SSCdan olgan sertifikatlarim institutga kirishga yordam beradi. Eng e'tiborlisi, Aljabr bitiruvchilari o'tgan yilda oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish bo'yicha 100% natija ko'rsatib, nufuzli universitetlar talabasiga aylanishdi. Aljabr bitiruvchilari nafaqat davlat tomonidan tasdiqlangan shahodatnoma, balki buxgalteriya bo'yicha mutaxassislik diplomiga ham ega bo'lishadi. Maktab tomonidan berilgan buxgalteriya diplomi davlat va xususiy korxonalarda to'liq amal qiladi. Endilikda yangi filial ochilishi orqali yana bir necha 100 nafar o'quvchi mana shunday nufuzli maktab o'quvchisiga aylanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Aljabrning yangi filiali haqida batafsil ma'lumotni video ostidagi havolani to'ldirish yoki 55 kodi bilan 58485 raqamiga qo'ng'iroq qilish orqali bilib olishingiz mumkin. Aytgancha, yangi filialga 2 tadan ortiq farzandini o'qishga bergan atiga 12 nafar ota-onaga keyingi farzandlari uchun mutlaqo bepul ta'lim olish imkoniyati ham taqdim etiladi.